ko'pchilik jihozlarimiz mana shu Yevropa, jahon standartlariga javob beradigan jihozlarimiz bor. Masalan, bizda hozirgi kunda Randex jihozimiz bor. Albatta bu juda qisqa muddatlarda mana shu biz iste'mol qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi antibiotiklarni, pestitsidlarni va parazitlarni aniqlab berish xususiyatiga ega jihoz qo'yganmiz. Mutaxassislarimiz maxsus o'qitilgan. Bugun dunyoda eng katta muammo oziq-ovqat xavfsizligi. Har bir iste'molchi o'zi iste'mol qilayotgan mahsulotni sifatini bilishga haqli. Shuning uchun biz mana shu antibiotik, masalan, chorva mollari davolanganda albatta unga antibiotik qo'shiladi. Yoki masalan, mana o'simliklarni himoya qilish uchun pestitsidlar qo'yiladi. Albatta bugun juda katta muammo. Shuning uchun ham biz mana shu iste'mol qilayotgan mahsulotimizning tarkibidagi antibiotiklarni, pestitsidlarni 2020-yilda aniqlashni yo'lga qo'yganmiz. Angliya davlatidan maxsus Randex jihozini olib kelganmiz va o'sha mutaxassislar Angliyadan va Belarusdan kelib mutaxassislarimizni o'qitgan. U nima beradi bizga? Birinchidan bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab. Iste'molchi mana shu iste'mol qilayotgan mahsulotining tarkibida antibiotik bor yo'qligini biladi. Ikkinchidan, masalan, hech sir emas-ku, keyingi paytlarda masalan shu mana o'simliklarni, poliz mahsulotlarini yetishtirayotganda mana shu poliz mahsulotdagi zarar kunandalarni yo'q qilish uchun mana shu belgilangan normadan ko'proq o'sha zararli mahsulotlarni ishlatadi. Ishlatish natijasida o'simlik bilan organizmga kiradi. Shuning uchun organizmga kirishi, salbiy oqibatlarga kelishini oldini olish maqsadida ushbu jihoz orqali biz mana shu o'simliklarni zarar kunandalarga ishlatadigan haqiqatan ishlatilganmi, normadan yuqori emasmi, o'shani aniqlab beramiz. Bundan tashqari biz chetga mahsulot chiqarayotganimizda talab qo'yilgan. O'sha tarkibida antibiotik bormi, yo'qmi, yoki bo'lmasa o'sha pestitsid bormi, yo'qmi? Maqsad sifatli bugungi kun talabiga javob beradigan oziq-ovqat mahsulotini o'sha iste'molchilar dasturxoniga yetkazib berish uchun tashkil qilingan. O'sha siz aytayotgan moddalar, ya'ni me'yordan ortiq bo'lsa, aniqlandi. Ya'ni shuni odam iste'mol qilsa nima bo'ladi? Endi birinchidan bu organizmga juda salbiy ta'sir keltiradi. Uni hech kimga sir emas. Bugungi kunda mana shu ortiq qiladigan bo'lsa, zaharlanishga, miqdordan ko'proq bo'lsa, zaharlanishga olib keladi. Bugun endi jahon sog'liqni saqlash ma'lumotlariga ko'ra, ayrim paytlarda mana shu pestitsidlarni ortiqcha ishlatishi bir qism o'sha onkologik kasalliklarni keltirish xavfini ham vujudga keltiradi.